Havolar sovuq qoldi, qadrdonlar. Qishda g'amini yeb, o'tin, ko'mir, tappi bosib qo'ygansiz, lekin qanaqangi pechkani olishni bilmayapsizlarmi? Biz sizlarga pechkani eng zo'r, eng ekonomishlisini topib qo'ydik, qadrdonlar. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan yangicha variantdagi eko pechkalar. Nimasi eko deganlarga, qadrdonlar? Bunda akalarimiz mana ichki qismiga havo aylanishi uchun profil qo'yib qo'yibdi. Ya'ni uyda masalan kirganlaringda, uyda pastida sovuq havo bo'ladi, tepasida issiq bo'ladi. Mana bu issiq sovuq havo shuni ichkariga kirayotgan, bu yerdan esa issiq havo bo'lib chiqib, ya'ni kam rasxodli ekonom pechkalar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, rasxodiga keladigan bo'lsak, mana pechkalarimiz 12 soatga 5 kg, 6 kg, 7 kggacha rasxod qilishi mumkin ekan. Bitta xonani bemalol isitaveradi. Tepa pasti 2 mm, o'rtasi esa qadrdonlar 208 bo'ladi. O'tin, ko'mir, tappiga yoqsangiz ham bo'laveradi. Narxga keladigan bo'lsak, narxi 700 ming so'm. Agarda shuni kraskalangan variant kerak bo'ladigan bo'lsa 750 ming so'mdan. Agarda sizniki kattaroq xona yoki ikkita xona bo'ladigan bo'lsa, mana bunisini tavsiya qilamiz, qadrdonlar. Bunimizni narxga keladigan bo'lsak, narxi 950 ming so'm, kraska qilingani 1 million so'm. Dastavka xizmatlari vodiy bo'yicha mutlaqo tekin bo'ladi ekan. Qolgan Toshkent vohalarga yetkazib beriladi. Faqat ozgina yo'l kirasi qo'shilib qoladi. Undan tashqari baliq ko'li bor akalarimiz uchun, fermer akalarimiz uchun nasoslar bor ekan. Suv nasoslari 7 kilovatdan 100 kilovatgacha bor ekan. Universalniy drobilkalar ham bor ekan. Kimga kerak bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Komintern qishlog'idan emas, boshqa qishloqdan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqamiz.